Uka, 10 millionga rozi bo'laverasizlar. O'sha. Nega? Chunki qanaqa kelishuvdik sizlar bilan? 7 kunda. 7 kunda bitirishga kerakda. Qancha bo'lib ketdi hozir? 15 kun. 15 kun bo'ldi. Meni haqqimni yemayapsizlarmi sizlar nomodom? Aka, xomashyo olib kelib bermadingiz. O'zingiz xomashyo olib kelib bering deganimizni o'zingiz kechiktirdingiz-ku. Qara, eshitib tur. Sizlar suvda, ko'chada turganlaringda men ish berdimmi sizlarga? Issiq joy berdim, ovqatlarni berdimmi? Vaqtida bo'ldimi hammasi? Men tarafdan ayb bo'lgani yo'q. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, yaqinda o'rtog'im remont qildirdi. Xomashyo bera olmagan paytda ustini yonidan olib kelyapti, tushunasizlar? Yonidan olib kelib qilib, keyin o'rtog'imga menimcha bo'ldi deyapti. Zato vaqtdan yutqizmayapti o'rtog'im. Men vaqtdan yutqizdim-ku, to'g'ri? Sal chala joylaring ham bor, to'g'risi. Eshigidan kirilishni ham ko'rdim boya. Mayli uni qilib berlaring demayman, lekin men buni полностью bitirib chiqib ketasizlar, ha? Aka. Birov haqqidan qo'rqing. Ya, men agar pulni bermaganimda seni yoki seni haqqingni yeyotgan bo'lardim. Men beryapman. Mehnatlaringga, qilgan ishlaringga yarashasini beryapman. Xullas, rozi bo'lasanmi, rozi bo'lmaysanmi? Men shu 10 million pul mashina ishlatasanlar, oxirigacha qilib chiqib ketasanlar. Bo'lmasa boshqacha gaplashamiz. Omadlaringni bersin. Beror. Beror, mashina olib kel, to'ysan to'y. O'zingni bos. Mani farzandlarim, ayolim ko'chaga chiqmay issiq uyda o'tiradi. Lekin seni onang kasal. Oyog'iga turishlari kerak, dori kerak o'rtoq. Rozi emasman.